O'shuning uchun har safar aytaman, mana shu ikkita narsani tuzataylik, yigitlar. Rizq yozilgan. Ajalingiz quvgandan ko'ra rizqingiz ko'proq quviydi sizni. Ajal bitta, rizqingiz ko'p. Shu rizqni hammasi kelmay turib ajalingiz kelmaydi. Yolg'on gapirsangiz ham shu rizq keladi, rost gapirsangiz ham. Ishingizni eplamoqchi bo'lsangiz ham, ishingizda yoki mutaxassis professional bo'lsangiz ham o'sha rizq keladi. Faqat bittasi baraka, bittasi bebaraka keladi. Xizmatni qilib tugatmasdan turib pulini yeb qo'ymang. Chunki pishmagan gilos sotib bo'lmaydi. Ishni tugatmasdan turib pulni olib yeb qo'ymang, chunki ishni bitkizgani yo'q. Mana ikkita narsani tuzataylik birodarlar, maylimi? Umar ibn Xattob aytar edi, agar Iroq yo'lida bitta tuya qoqilib ketsa, yo'lni tekizmasligidan men Alloh taolo javob berishdan qo'rqaman deydi. Ha, bu ulkan bir davlatning prinsipi edi. Payg'ambarimiz bergan prinsip, payg'ambarimiz bergan o'lchov tushuncha edi.